Assalomu alaykum hurmatli Mobile Boss kanali kuzatuvchilari. Ko'pchilik bizani lokatsiyani so'ragan. Bizani lokatsiyamiz joylashgan manzilimiz Samarqand shahrining markazida, Mirzo Ulug'bek ko'chasi, mana muzeyni to'g'risidagi bino. Ya'ni binomizning nomi Mobile Center. Mana shu to'g'ri Mobile Centerga kirib kelganingizdan eshikdan kirishingiz bilan o'ng tomondagi birinchi do'kon Mobile Center binosidagi mana Mobile Boss do'koni. Do'konimizda hamma assortimentlar kelgan, qimmat telefonlardan tortib arzonigacha yangi telefonlar va albatta mana ishlatilgan ikkinchi qo'l BU iPhone'lar, Redmi, Samsung hammasidan bor. Biz bugun sizlar bilan shuni katta obzor qilamiz. Yangi telefon, BU telefonlar hammasini hozir o'tirib o'zim birma-bir tushuntirib, shartlari qanaqa, muddati to'lovga qanaqa, narxga qanaqa hozir tushuntirib beraman. Unday bo'lsa ketdik. Assalomu alaykum yana bir marta, hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube ishqibozlari. Manzilimizni tushuntirdik. Ma'lumot uchun yana bir marta tushuntiraman. Bizning manzilimiz Samarqand shahri, Mirzo Ulug'bek ko'chasi. Sentralniy muzey bor. Muzeyning to'g'risida Mobile Center binosida. Binoga kirganingizda o'ng tomondagi birinchi do'kon. Ko'rib turganingizdek, telefonlarni ko'rsatib o'ting. iPhone'lar kelgan, 12 Pro Max, 12 Pro, 13 Pro Max'lar hammasi biz bor. O'zi yana keladi. Bular 512, 128, 64, 250 ga hammasidan bor. Juda ko'pchilik obzorda so'ragan. Birinchi yangi telefonlardan boshlaymiz. Ya'ni aksiyaga tushgan modellarimiz qaysi bugungi kuzatib borasizlar? Honor X9C Alcatel yangi modelimiz. X9C nimasi bilan aksiyaga tushgan? Bularga 250 voltlik 8 operativkaligi bor va 250 voltlik 12 operativkaligi bor. Bularga biza portfel qo'shib beryapmiz, ya'ni ryukzak qo'shib beriladi. Honor firmasi tomonidan kelib bizdan bu telefonni narxiga ham va muddati to'lovga ham olsangiz bo'ladi. X9S apparatining narxi 3.800.000 so'm, 8 ga 250 voltdagi. Mana bunaqa sumka bu sovg'asiga qo'shib beriladi. Keyingi modelimiz ya'ni Infinix Note 50 Pro. Narxi 3.200.000 so'm. O'zida bespirodniy zaryadka beradi. Ahamiyat bering, yaqinlashtirib ko'rsating. 250 voltga 24 lik, ya'ni 12 plus 12 operativkada va bunga gift box qo'shib beriladi. Gift boxning ichida o'zining sovg'asi bo'ladi, ya'ni kolonkasi bo'ladi va chexoli chiqadi. Ma'lumot uchun. Bizga ya'ni mamlaqa yangi modellarimiz kelgan. Alcatel degan model, orqasida sovoti bor va ekrani juda ham mustahkam. Shuni sizlarga va'da bergan edik, obzor qilib beramiz deb. Aynan Mobile Boss obunachilari uchun maxsus buni obzor qilib beramiz. Ko'ring. Bizda hammasi haqqoniy, bemalol, bexijolat. Telefonni orqasida sovoti bo'ladi. ga 16. Buni ma'lumotimda 250 voltlik xotirasi ham bor. Mana shu ko'rinishda bo'ladi. Sizlarga buni maxsus yoqib ham ko'rsatishimiz mumkin. Mana bemalol ishlaydi va juda ham mana mustahkam. Narxi bo'yicha opisaniyada raqamlar qoldiramiz. Imkon boricha bizani o'zimizning telefon raqamlarimizga Telegramdan bog'lanasizlar. Shartlari qanaqa bo'ladi? Agar siz boshqa viloyatdan, boshqa tumandan bo'lsangiz, bizga 100.000 so'm klik qilasiz va biz telefonni ishonchli pochta xodimlaridan yuboramiz. Pochta xodimlariga telefon borgandan keyin qolgan summasini siz bizga yana klik qilib o'tkazib berasiz. Telefon orqasini ham ko'rsating. Funksiyalari bo'ladi, buni ishlatsangiz bo'ladi. Bemalol, bexijolat. Endi hurmatli operatorimiz bilan birgalikda mana sizlarga birma-bir Samsunglardan keling, Samsunglardan boshlaylik. A26, A17 yangi chiqqan trendda bo'lgan modellarimiz, F16, 5G, A06, A07 hammasi bor. Bunday bo'lsa mana boshlaymiz. A26, A17 juda ham hozir trendga tushgan A16 modelimiz qaytadan sotuvga keldi. A16 modelimizning narxi 2 million so'm chiqadi. Steklo chexol, buni sovg'asiga qo'shib beramiz. A17 modelimizning narxi hozirgi kunda
2 million 250 ming so'm chiqadi. Buni ham steklo chiqol sovg'asiga Samsung A26 modelimiz 3 million 100 ming so'm. Buni ham steklo chiqol bonusiga qo'shib beriladi. Trenddagi modeldan F16. Ko'pchilik yoshlar so'raydi. 5G ya'ni narxi 2 million 150 ming so'm steklo chiqolni qo'shib beramiz. Yana keyin trendda bo'lgan modellarimizdan Note 14 Pro yoshlar uchun игровой telefon Poco X7 Pro ko'rsasangiz bo'ladi. 8 ga 256 talik. Buni bahosi 3 million 250 ming so'm. 8 ga 256 talik. Buni narxi 4 million 100 ming so'm chiqadi. Keyin sizlarga bitta ma'lumot, mana misol uchun Note 14 Pro biz ham maket ko'rinishida olib kelib ko'rganmiz. Bemalol samarqandlik mijozlarimiz bo'lsa, bemalol kelib maketini ko'rib, ushlab, ma'qul kelsa mana ochib olishadi. Yo bo'lmasa mana Honor modellarimiz bor. Mana trenddagi Honor modellarimizdan bor. X7, X8 hammasidan bor. X7miz bugun juda ham tugab ketdi. Shu bugunning o'zida 10 ta sotildi. Bugunga sanamiz eslatib ketdi. Ming bor uzr. 2-noyabr 2025-yil mana X7ni ushlab ko'rsatishingiz mumkin o'zingiz qo'lingizda. Obunachilarga qiziqda xuddi o'zlari ushlab ko'rgandek bo'ladi. Bemalol choyni damlab ichaveringizlar va videoni tomosha qilaveringizlar. Sabab video juda ham katta bo'ladi va ma'lumotga ega bo'ladi. Mana X7 haqida ozgina ma'lumot bermoqchi bo'lsak, 6500 ampere batareykasi bo'ladi, sariq, seri va qora rangida bo'ladi. 108 megapiksel kamerasi bo'ladi. Bu telefon haqiqatda protivudarniy, suvga, changga chidamli. Keyin mana X6s 5300 ampere batareykada bo'ladi, 128 talik va 256 talik bo'ladi. Mana bunaqa noodatiy ko'k rangida va qora rangida bor. Buni ham ko'rsatsangiz bo'ladi. Keyin mana bu Honor X8s'imizmi? Ha, mana albatta. Mana buni ham ko'rsatsangiz bo'ladi. Honor X8s bu 128 talik 6 operativkalik bo'ladi va 256 talik 8 operativkalik bo'ladi. Narx-navosi Honor X8s da 2 million 600 ming so'mga 2 million 900 ming so'm. Ya'ni biz nima demoqchimiz? Bizning do'konimizga tashrif buyursangiz, maket ko'rinishida yo bo'lmasa bu vitrinamizni ko'rsating, mana ishlatilgan telefonlarimiz ba'zilar keladi, aka dedi, shu Samsunglarning ochig'i yo'qmi, yo bo'lmasa игровой telefonlardan yo'qmi deb aytadi. Mana Poco F5 Pro'lardan. O'yinni yaxshi ko'radigan bolalar buni necha FPS urishini kommentarda kutaman. Qani Poco F5 Pro necha FPS uradi yozib ketasizlar. 5G da ishlaydi. Mana bu telefonlarni ko'rsangiz bo'ladi. Keyin juda ko'pchilik kommentarni o'qib chiqdim, даже ulgurmayapman. Menga uzr, ba'zilarga javob bera olmasam agar. iPhone 11larni 256 taliklarini bemalol ko'rsatsangiz yaxshi bo'ladi. Muddatli to'lovga qanaqa shartlar bilan beramiz? Samarqanddan bo'lsangiz, bittagina pasport evaziga 18 yoshdan boshlab muddatli to'lovga qilib beramiz. Agar siz bizani viloyatdan yo boshqa davlatdan yoki boshqa tumandan ko'rayotgan bo'lsangiz, agar siz samarqandlik bo'lmasangiz, bu video manfaatli bo'lishi uchun shu videoni samarqandlik tanishlarga yuborib qo'ysangiz bo'ladi. Agar ularga ehtiyojlari bo'lsa, muddatli to'lovga 18 yoshdan boshlab bitta pasport evaziga qilib beramiz. Mana bunaqa ishlatilgan telefonlarimiz bor. Ya'ni ishlatilgan telefonlar ko'pchilik so'raydi. Shu uchun boya ham aytdik, описаниеda bizning telefon raqamlarimizni qoldiramiz. Bizga Telegramdan bog'lanib telefon qilib yozsalar, bemalol bizga shu telefon qaysi telefon kerak bo'lsa, o'shalarni anavi qilamiz. Keyin ham mana ko'pchilik so'ragan kichkina sensorchalar, mana kichkina sensorchalar yana ham sotuvga keldi. Ma'lumot o'rnida bularning xotirasi 16 GB, bularning 32 va undan katta xotirasi ham bor, lekin hali kelmagan. Kelsa zudlik bilan videoga joylaymiz. Video ozgina noodatiy bo'lishining sababi sizlarga rabochiy ham yangi telefonlarni bir vaqtning o'zida obzor qilib berishga harakat qilyapmiz. Agar mehnatimiz jichagina sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol bitta like bosib, yo bo'lmasa yoqmagan bo'lsa dislike bosib ketishingiz ham mumkin. Keyin yana bitta ma'lumot, juda ko'pchilik ota-onalar keladi, bolam hali maktabga bormagan yoki birinchi sinf. Unga faqatgina shu telefon kerak va arzonroq bo'lsin, lekin yangi bo'lsin degan aka-ukalarimiz uchun mana 1 million so'm Vivo Y15s bitta ko'rsating. Xotirasi 32 talik, operativkasi 2+2 4 GB. Bemalol ingliz tili, rus tili, YouTube, Telegram yo bo'lmasa shunga o'xshagan ijtimoiy tarmoqlardan foydalansalar bo'ladi. Bexijolat bizga murojaat qilsangiz, mana shunday har qalay buni emas, mana bu holatda beramiz. Pachka holatda.
Sizlarga yana qaysi telefonlar qiziq, iPhone'lardan qaysi biri kerak bo'lsa, bemalol bizga kommentariyaga yozsangiz bo'ladi. Yo'q, kommentariyada qo'yilgan bizning ishonch telefonlarimiz bizga Telegram orqali bog'lanib yozsangiz, bemalol biz sizlarga shu telefonni viloyatlarga naqd pulga bo'lsa, boshlang'ich 100 ming so'm zaklad tashlab berasiz va telefon qo'lingizga borib yetgandan keyin qolgan pulni tashlab berasiz. Unda muammo yo'q. Biz faqat taksilar bilan ishlamaymiz, faqatgina pochta xodimlari bilan ishlaymiz. Chunki pochta xodimlari ishonchli tarzda sizlarga siz misol Andijondan bo'lishingiz mumkin, Farg'onadan bo'lishingiz mumkin yoki Buxorodan bo'lishingiz mumkin. Umuman O'zbekistonning istalgan nuqtasidan murojaat qilsangiz, bizlar sizlarga 1 kundan 2 kun, 2,5 kun, 3 kungacha bo'lgan vaqt oralig'ida telefonni yetkazib beramiz va albatta qaysi ko'rinishda siz aytishingiz mumkin, aka mana shu telefonni Note 14 Pro'ni olaman, lekin ochmang, sovg'aga, pachka holatda yuboring desangiz, mana shu holatda sizga telefon boradi. Bemalol, bexijolat, mana Honor'larni ham ko'rsatib o'tayman, mana Honor'lar 400'lari bor, 9S'lari bor. Har qanday modellarni sizlarga arzonroq qilib, sifatli, albatta chiroyli qilib yetkazib beramiz. Bitta ma'lumot bermoqchiman sizlar uchun. Plastik karta va pasportingiz bo'lsa ham, istalgan viloyatdan bo'lsangiz ham, faqat bizning do'konimizga tashrif buyurib, bizdan olsangiz bo'ladi va bitta pasportni o'ziga aynan samarqandliklarga beramiz. Ya'ni qaysi tumandan, Qo'shrabotdanmisiz yoki Pastdarg'omdanmisiz, Kattaqo'rg'ondanmisiz farqi yo'q. Bittagina pasportni o'zi xolos tekshiramiz va siz istoriyangiz yaxshi bo'lsa, ya'ni kredit tarixingiz yaxshi bo'lsa, biz sizga bemalol 3,5 dan undan ziyodgacha chiqarib beramiz. Faqat kredit tarixingizga bog'liq. Ko'pchilik yozamiz, lekin ya'ni biz borganimizdan keyin bizlarni aldashadi, bizga to'g'ri ma'lumot berishmaydi degan gaplar bo'lgan. Bizda lekin unaqa narsa yo'q. Videoni ko'ryapsizmi? Videoda qanaqa aytilgan bo'lsa, xuddi shu tartibda bizda xizmatlar faoliyat qo'yilgan. Bemalol, bexijolat. Agarda siz bizlarni boshqa viloyatdan ko'rib turgan bo'lsangiz, bu videoni samarqandlik tanishlarga jo'natib qo'yishni unutmanglar va albatta video yoqgan bo'lsa bir dona like, bo'lmasa kamchiliklar bo'lsa kommentariyada yozib ketasizlar. Rahmat.